Assalomu alaykum qizlarjonlar. Mana bugun biz sizlar bilan stol guli kompozitsiyasini birgalikda tayyorlashni o'rganamiz. Bizga buning uchun kerak bo'ladi pistolet, pistoletning kley, provolka, qaychi va shunaqangi kusachkalar. Kusachkani ham turi ko'p. Bu kattaroq kusachka. Bizga mana shu joyi aynan kerak bo'ladi. Gullarimizni bandini qirqib olish uchun. Bu kichirog'i. Men har safar iloji boricha bundan foydalanaman. O'zi kattaroq bo'lgani bilan, lekin juda ham baquvvat, bemalol qalin bo'lgan gullarni bandini ham qirqib bera oladi. Va biz uchun kerak bo'ladi penasi tayyor bo'lgan, quyilgan kalyanimiz. Biz bugun ikki xil rangda gollandskiy atirgullardan kompozitsiya tayyorlaymiz. Qizil va shunaqangi to'qroq ivory rangda. Bu gollandskiy atirgullar 13 ta g'unchali bo'ladi. Shunda bizga 4 ta vetka kerak bo'ladi. Ishimizni birinchi bo'lib pistoletimizni yoqib qo'yishdan boshlaymiz. Pistoletimizni kleyi yaxshi erib olgandan keyingina ishlatamiz. Kleylari erib, qizigungacha biz gullarni bandini qirqib olamiz. Mana qizlar, hozir gullarimizni bandlarini mana shu holatda har bittasini eng tag qismidan kusachka yordamida kesib chiqamiz. Gullarda bu bandlarni qirqish uchun men kichikroq kusachkadan foydalanaman. Bemalol qirqib bera oladi bu. Mana shu tarzda hammasini qirqib olamiz. Mana qizlar, gullarimizni qirqib oldik. Endi bularni har bittasini mana shu holatda turganda golovkasidan mahkam ushlab, asosiy bandidan itaramiz. Chunki gullar mana shu holatda turganda biroz qaranglar qanaqa. Biroz mustahkam bo'lmaydi. Bularni biz yana ham mustahkam gul ekilganda chiroyli holatda turishi uchun shunaqangi holatda mahkam ichga kirgizdim mana. Qattiqqina bo'lib sifatli gulga aylandi yana ham. Bunisini ham shuna qilamiz. Har bittasini tayyorlab olamiz. Ichiga kirgizdim. 2 santimetrcha kiradi shunda asosiy bandi gulning ichiga. Bu ranglarini ham hammasini shu holatda tayyorlab olamiz. Mana qizlar, har birini mahkamlab oldim. 13 ta g'uncha bo'lsa, hammasini bir tekisda terib chiqdim. Bularni hammasini uzunligi har xil chiqadi bitta vetkada. Masalan, mana bu vetkadan qirqib oldik. Hammasini har bitta gulni mana shu uzunligi bir xil bo'lmaydi, har xil bo'ladi. Shunda biz kichiklari bilan kattalarini ajratib olishimiz kerak. Chunki kalyanni mana bu birinchi qatoriga terilayotganda kichikroq gullarni ishlatsak ham bo'laveradi. Bo'yi pastroq gullardi. Lekin bora-bora tepaga terilgan sari bo'yi uzunlardan foydalanamiz. Shunda aralashib ketmasligi uchun avvaldan ajratib olamiz mana. Bular kaltaroq, bular uzunroq. Kaltaroqlarini men hozir mana ajratib olyapman. Biroz uzunroqlarini ikkinchi tomonga ajratib qo'yaman. Shunda birinchi qiladigan ishimiz shu kaltalarini terishdan boshlaymiz. Bitta qizil, bitta bejviy rangdan aralashtirib terib ketaveramiz. Qizlar, har bitta gulimizni terishdan oldin mana shu holatda birinchi qatorini terayotgan vaqtimizda qaraymiz. Provolkasi biroz uzunroq bo'lsa, bitta gul sayilgandan keyin penaga o'rnatilgandan keyin ikkinchi gul o'rnatilganda bittasini provolkasiga bittasi tegib, ichiga kirmay qolmasligi uchun biroz uchidan 2 santimetrdan qirqib tashlashimiz mumkin agar uzunlik qilsa. Hozir men uchun biroz uzunlik qilyapti. Mana shunda qirqib yuboraman bunda. Endi gulimizni mana provolkani, vazani qirg'og'ini chamalab olib, gulimizni qirg'og'iga kley surtamiz. Kleyni ham
atroflatib surtib oldim. Mana qaranglar. Mana shu holatda. Gulda asosiy provolka kirgan joyidan mana shu vazamizni temir qirg'og'i joyigacha kirgizamiz. Qancha? 3 ta barmog'imiz. Mana ko'rib turibsizlarmi? Mana shu joydan gulda asosiy provolka kirgizilgan joyigacha 3 ta barmoqda kirgizdim. Endi hamma gulimizni mana shu tarzda terib ketaveramiz. 3 ta barmog'imiz mana shu oralig'ida qoladigan razmerimiz bo'ladi. Xohlasak santimetrda o'lchab olsak ham bo'ladi. Santimetrdan ko'ra ham bizga mana shunisi eng qulay varianti. Mana shu holatda ketaveradi va birinchi qator ekilayotgan vaqtda guldi barglari biroz ko'taramizda. Guldi barglari mana shu gulni tagidan chiqqan bo'lishi kerak. Chunki gullar terilgandan keyin pastki qismidan chiqib turilgan baylar chiroyliroq ko'rinadi. Endi hozir bitta qizil ekdim. Bitta bejviy rangdan ekaman. Mana shu holatda. Bu ham uzun. Bundan ham o'ta uzun bo'lganligi uchun ko'proq qirqib yuboramiz, lekin kalta qirqib qo'ymaymiz. Kilayimizni ham mana atroflatib surtib olamiz, chunki bir tomoniga surtilmaganda mahkam ushlab qolmaydi. Bunisini ham darrov o'lchab olamizda. Tez qilish kerak, chunki kilay qatib qolgandan keyin qatib bo'lgandan keyin o'rnatilsa, yana ham kirgizilsa provolkalari buni ichiga mahkam ushlamasligi mumkin. Mana bunda ham 3 ta barmoq. Oralari shunaqa. Qaranglar qanaqa. Orasida 2 ta barmoq. Shunda razmerimiz bir xil ketaveradi. Qizlar, agar gulimiz abyomli bo'lsin, katta bo'lsin desalaring, 3 ta barmoq bas, 4 ta barmoq razmer olasizlar. Agar bundan ham kichikroq bo'lsin, juda ham ixcham bo'lsin deydiganlarga 3 ta bas, 2 ta barmoq razmer olasizlar. Chunki hammani klienti har xil. Shunga qarab razmerlarni olaverasizlar. Keyin vazani bo'yi ham muhim ahamiyatga ega. Nimaga desalaring, baland bo'yli vazalarga o'ta kichkina qilib, kichkina abyomda gul terib qo'ysa ham bo'lmaydi. Past bo'ylilarga o'ta katta abyomda gul terib qo'ysa ham bo'lmaydi. Hozir vazamizni bo'yi 50 sm. Shu 50 sm-likka men olayotgan razmer juda ham yaxshi chiqadi. Mana qizlar, gulimizni birinchi qatorini birin-ketinlikda ranglarini qizil ivory terdik. Shunda birinchi qatorimiz tayyor bo'ldi. Mana yuqoridan ko'rishlaring mumkin. Har tomonlama bir xilda chiqdi. Gullarimizni 13 ta g'unchasi bor. Hammasida ham barglar to'liq bo'lmaydi. Mana shunda bittasi bargsiz ekildi batga. Endi keyingi qatorlarini terilishini ko'rsatamiz. Qizlar, gullarimiz shunaqa birinchi qatori ekilganda juda ham tekis ekilgan. Juda tekis tursa, tabiiyligini yo'qotganligi uchun biroz yuqori qismga egib chiqamiz. Mana shu holatda. Asosiy bandidan ushlayimizda biroz yuqoriga ko'taramiz. Mana shu holatda asosiy bandidan ushlab turibman va yuqoriga ko'taryapman. Ortiqcha ko'tarib olmaymiz. Birozginasi yetadi. Endi ikkinchi qatorini ekishni boshlaymiz. Ikkinchi qatorini ekayotganimizda ham provolka uzunlik qilsa biroz kaltalatib olamiz. Qizlar, ikkinchi qatorini ekyapmiz. Ikkinchi qatorida mana bu ko'rib turgan gullaringni bitta gulni ustidan gul ekilmaydi. Ikkita gulni orasiga mo'ljallab turib, ikkinchi gulni
o'rnatamiz. Hozir buni qilib olaman yana. Shunda birinchi ekilganlarda mana birinchi ekilgan qatordagi gullarni bo'yi bilan bir xil bo'lishi kerak. Oshib ham ketmaslik kerak, o'ta kalta ham bo'lib qolmaslik kerak. Hozir biroz uzunga o'xshab ko'rinyapti-yu, lekin aslida bir xil bo'ylari. Shu tarzda bo'ylarini bir xil qilib, mana shu holatda, mana qaranglar, ikkita gulning o'rtasida ekilyapti. Bunaqa zich qilib ham bo'lmaydi, ortiqcha ko'tarib ham vorib bo'lmaydi. Mana shu holatda ekib ketilaveradi. Bitta u rangidan, bitta bu rangidan. Agar 3 xil rang ekiladigan bo'lsa, navbati bilan 3 xil rang ketma-ketlikda ekilaveradi. Hozir endi qizil rangini ekib, shu tarzda davom etib ketaveramiz. Qizlar ikkinchi qatorini ekayotgan vaqtimizda birinchi qatordagi gullarni bargi idishni ichkarisiga kirgizib yuborgan holatda, mana shunaqa holatda ekilganda, endi ikkinchi qatori mana shunaqa barglari o'zini g'unchasiga yaqinroq qilib teriladi. Shunda gullar ekilganda barglari chiroyli bo'lib chiqib turadi. Mana qizlar qaranglar qanaqa. Barg birinchi qator ekilayotganda barglar mana shu joyda turgan, ikkinchisida yuqoriga chiqarib qo'yilgan holatda ekilaveradi. Mana bitta qizil ekdim, endi yana yoniga bejviy. Shu tarzda davom etaveramiz yana. Mana qizlar ikkinchi qatorimizni ham terib oldik, yuqoridan ko'rinishi. Mana bir xilda, bir tekisda chiqdi. Ikkinchi qatoridagi gullarni ko'rib turganlaringdek biroz yuqoriga qaratibroq terganman. Chunki o'ta tekis bo'lib ketgandan ko'ra mana shu ko'rinishi chiroyliroq ko'rinadi. Endi 3-qatorini terayotganimizda birinchi qator, ikkinchi qator teng bo'ldi. Ikkinchi qatorni terayotganimizda birinchi qatorga qarab tenglashtirib ketaveramiz. Barglari mana shu holatda turadi. Gulni o'zini chetlaridan chiroyli bo'lib chiqib turadi. Agar ba'zi bir gullarni barglari ba'zi birlariniki chiroyliroq, ba'zi birlariniki ko'rimsizroq bo'ladi. Agar bargda rangi yoqmasa, barglarini ko'rsatmasdan terishga harakat qilamiz. Bu gulimizni bargi juda ham chiroyli. Shunga men bularni bargini chiroyli qilib ko'rsatib terdim. Endi 3-qatorini terayotganimizda birinchi, ikkinchi qatorga nisbatan biroz yarim santimetr farq qiladigan kaltaroq qilib teramiz. Mana qizlar 3-qatorda ham terishni boshladik. Qizlar har bitta gulni terayotganimizda mana shunaqangi o'zini ortiqcha kleylari, zavoddan ishlab chiqarilgan holatidan qolgani kleylari bo'ladi. Har bittasini chiroyli holatga keltirib, keyin eksak, terib bo'lganimizdan keyin ham chiroyli bo'lib chiqadi gullarimiz. Hozir mana 3-qator teramiz. O'sha olib qo'ygan uzunroq gullarimizni teramiz hozir. Yana 3-qatorga mana shu holatda. Yana ham tepa qismiga qarab, yuqoriga qarab chiroyli bo'lib chiqishi uchun ekilayotganda birovlar yuqoriga qaratib ekish kerak. Mana shunda ortiqcha uzun ham bo'lib ketmaslik kerak, ortiqcha kalta ham. Qaranglar qanaqa turdi. Shunaqangi qilib terib ketaveramiz. Biroz uzun bo'lib qolibdi mana. Biroz kaltalatdim. Shu holatida bitta bejviy, bitta qizil rangidan qilib navbati bilan terib ketaveramiz. Mana ko'rib turganlaringdek shunaqa qilib terishda davom etamiz. Qizlar, gulimizni 3-qatorini ham terib oldik.
Ko'rib turganlaringdek bir xilda bo'lib chiqdi. Mana o'rta qismi birinchi, ikkinchi qatorlariga qaraganda uchinchi qatori biroz kaltaroq bo'ldi. Endi to'rtinchi qatorini ham terib olamiz. Shunda uchinchi qatoriga nisbatan bu yerga teriladigan to'rtinchi qatori yana ham uchinchi qatoriga nisbatan kaltaroq teriladi. Mana qizlar, to'rtinchi qatori avval aytganimdek ikkinchi qatori ikkita gulning o'rtasiga mana shunaqangi holatda uchinchisini yana ham yuqoriga qaratib o'rnatamiz. Shunda bo'yi past bo'lib qolmasligi kerak, ortiqcha uzun ham bo'lib qolmasligi kerak. Mana shu holati juda ham yaxshi. Ko'rib turganlaringdek, mana ortiqcha past bo'lib ketsa ham bu eng yuqoridagi qismidagi gullar ko'rinmay qoladi. O'shaning uchun ko'rib turganlaringdek bundan biroz kaltaroq, lekin tepaga qarab turadi, tikkaroq qilib ekiladi. Hozir qizil rangda ekdim, endi bejviy ekaman. Ikkita gulni o'rtasiga shunda mana. Qizil bejviyni o'rtasiga ekildi endi. Mana shu gulni mana shunisi bilan bunisini o'rtasiga bejviy ekaman hozir. Avvaldan qo'ygan uzunroq gullarimiz. Shu holatda. Agar provolkamiz gulni bo'yi shunda kichiklik qilsa, biz xohlagan razmerga kichiklik qilsa, gulni bandidan ajratib olamiz. Golovkasini shunday qilib mahkam tortsak, mana ajraydi. Shunda yuqorida aytib o'tgan kerakli narsalarimda provolka bor edi. Mana shunga ajratib olgan gulimizni barglarini ham olamizda. Shu holatda olib, mana birinchi bo'lib gulni barglarini provolkadan o'tkazib olamiz yaxshilab. Provolkamizni uchidagi temiri juda ham o'tkir bo'ladi. Shunda qo'limizga hushyor bo'lamiz. Kesib ketishi mumkin. Mana bargini o'tkazib oldik. Shunda gulimizni o'rnatish uchun provolkani mana shu uchini qilaylab olib turib, mana shu holatda biroz kley tekkizib olamizda. Ajratib olgan gulimizni golovkasini shu holatda mahkam qilib o'rnatib olamiz. Endi bundan o'zimizga kerakli razmerni qirqib olamiz, chunki bu o'ta ham uzun. Hammasini o'rnashtiradigan bo'lsak, bizga uzunlik qiladi. Shunda kerakli razmerni o'zimiz uchun aniqlab, kusachkada kesib oldim va shuni navbat bilan teramiz. Hozir gulimizni bo'yi menga unaqa kalta kelmadi. Sizlarga ko'rsatish uchun atay ko'rsatib berdim. Uchinchisini ham, bejvidan keyingisini ham ekdik. Shu qatorda ekib ketilaveradi, to'rtinchi qatori ham. Mana qizlar, gulimizni to'rtinchi qatorini ham terib oldik. Shunda mana shu holatda bo'ldi. Endi oxirgi qatorlarini terishni boshlaymiz. Gulimiz bir tekisda chiroyli bo'lib chiqdi. Boshidan razmerni to'g'ri olsak, har doim shunaqangi bir xilda ob'yomda chiqadi. Hozir endi o'sha 1 2 3 4 5 qatorini tayyorlab ekib olar ekanmiz mana. Aylanasiga yana ham tikkaga qaratib ekilaveradi. Mana qizlar, gulimizni oxirgi qatorini ham terib bo'ldik. Ko'rib turganlaringdek 5 qatordan iborat bo'ldi gulimiz. To'rtta vetka bilan
Judayam zich bo'lib, chiroyli bo'lib chiqdi gulimiz. Shunda buni bo'yi hozir o'lchab aytib boraman. 75 sm atrofida bo'ldi. Yoz bo'yi yana yozda